Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi lokatsiya Jerako'yladan kvartiramiz Vatan to'xonida joylashgan ekan. Görüşler mümkün obunachilarimiz hammaga qulaylikga ega. Bolalarga avto parkovkalaridan bor. Yine domuz 9 qavatda tashkil topgan ekan. Liftlar ham ishlab turibdi. Faqat oila qo'yiladi. Kamchiliklari bilan taxlab beradi. Bu yerda xolodilnik, shkaf hamma taxlab beriladi. Obunachilar challar bilan to'liq tushuntirib o'tsak. Kvartal to'liq tushuntirib o'tsak 3-qavatda Yumuş xonamiz yine, uni tarafına olanlarımız bu. Durum oshxonamiz balkoniga kamchiliklari bo'lsa taxlab beriladi. Bu xonamiz spalniga joylashgan ekan obunachilar. Devorlarimiz fonda oyoq laminat bu. Berimizning obunachilarimiz mehmonxonamiz bu 6 ga 3 razmerda tushgan ekan. Shunda yangi dom lokatsiya Vatan to'yxonasi xalqaro City lift ishlab turdi. Kimga qiziq bo'lsa aloqa uchun nomer istaman 88 31 70 70 bilan. Sağ olun.